Assalomu alaykum. Yana bir bor aziz Limonare Citrus ommaviy kanali a'zolari, bir obunachimiz, qadrdon obunachimiz savol bergan ekanlar. Sharbat tayyorlash haqida video chiqaring iltimos degan ekanlar. Hech kim iltimosni bizda yerda qoldirmaymiz aziz obunachilar. Mana bu yerda tayyor sharbat mana. Cho'pakda o'zi kovlab ko'rsataman. Mana aziz obunachilar, mana qop-qora tayyor sharbatimiz mana. Xo'p, buni tayyorlash uchun bizga nimalar kerak, qanday tayyorlasa bo'ladi va qanday limonga foydasi borligi haqida to'liq sizlarga tushuntirib o'tamiz. Xo'p, 200 talik bochka, mana 200 talik bochka, 25 kg yangi go'ng, 250 gram shakar. Ko'pchilikda savol tug'ilgan, bu iflos narsaning ichiga shakarni qo'shish nima kerak, bu to'g'ri kelmaydi deganlar. Misol uchun kasal bo'lganingizda ximikat olishga majbur bo'lasiz-ku. Limon uchun ham ximikat bergandan ko'ra shu tabiiy narsani berganimiz ma'qul. Sababi limon undan o'ziga kerakli mikroelementlarni oladi. Quyidagi mikroelementlar bor, hozir aytib o'taman. Oldin birinchi bo'lib sharbat tayyorlashni aytib o'taman, keyin nima uchun limon uchun bu narsa kerakligini aytib o'taman sizlarga aziz obunachilar. Gapimiz to'xtab qoldi. Xo'p, bu narsaga 25 kg go'ng soldik, 250 gram shakar, 250 gram droja soldik. Shakarning vazifasi buni tezroq achitish, tezroq tayyorlash. Droja ham esa buni achitish vazifasini bajaradi. Xo'p, 75 litr oddiy suv, 500 gram Baykal M degan preparat bu, biosimulyator hisoblanadi. Dux yadrinisi bor, keyin prostoy Baykal bu o'zimizda mavjud. Agar topib olsangiz, dux yadrini biosimulyator olsangiz ham bo'ladi, dux kontaktni. Bo'lmasa, обычный Baykal M preparati bor, o'shandan olasiz. Xo'p, go'ngni solib oldik, suvni solib oldik. Ko'pchilik ichiga ximikatlardan qo'shaman deydi. Yaqinda obunachimiz shu narsani aytdilar. Tagiga superfosfat yoki fosfor solar ekanlar. Bu narsada endi tarkibini aytib o'tganimda bu narsadan afsus qilasiz. Buni ichiga fulviy solishingiz mumkin, gumma. Boshqa narsa mumkin emas, boshqa ximikatlar mumkin emas. Sababini ham aytib o'taman aziz obunachilar. Xo'p, 10 kun davomida 70-80 gradusga suvni qaynatamiz 10 litrlik chelakda va suvni keltirib qo'shaveramiz. Sababini ham aytib o'tamiz. Nima uchun suv solinishini va 10 kundan keyin ana cho'pak olasiz. Ko'rsatamiz. O'zi tayyor bu. Cho'pakda 5 minutgina aralashtiramiz ana shunday. Mana aralashtirdik. Shunday aralashtiramiz 10 kun davomida. Qarabsizki 20-kunda sharbatimiz tayyor. Mana shuni qop-qora mana sharbatimiz tayyor. Va buni 10 litrini 50 litr suvga aralashtirib, har bitta ko'chat tagidan 2 chelakdan solib chiqamiz. Ya'ni bu 200 litrlik sharbatimiz 200 litrlik sharbatimiz akalar 1 tonna suvga yetadi. Ya'ni 1 tonna suvga aralashtirsak, bizda 1 tonna sharbat tayyor bo'ladi. Endi so'z boshida aytib o'tgan savollarga javob beramiz. O'zi sharbat nima bu? Azot, fosfor, kaliy. Sharbat tayyorlagan paytimizda azot, fosfor, kaliy paydo bo'ladi bunda. Agar bunga fosfor yoki
super fosfat soladigan bo'lsangiz, kitob nuqtai nazaridan yoki tajriba nuqtai nazaridan ichida fosfor ko'payib ketadi. Azot, fosfor, kaliydan uchalasi bir xil bo'lishi kerak. Fosfor ko'payib ketadi. Bu esa limon uchun zarar. Xo'p, limon uchun nima foydasi bor degan savol tug'iladi sizda tabiiyki. Bunda azot, fosfor, kaliy bo'lgani uchun limonning ildizini yaxshi rivojlantiradi va hajmini kengaytiradi. Ya'ni 80 sm yuradigan bo'lsa, buni beradigan bo'lsangiz 1 metrga yetadi yoki 1,5 metrga yetadi ildizi. Bu esa ildiz baquvvat bo'lsa, limon yaxshi hosil beradi va umri uzoq bo'ladi. Buni yaxshi bilasizlar. Limonda ikki xil ildiz bor. Birinchisi yog'on ildiz, ikkinchisi popuk ildiz. Limonda o'q ildiz bo'lmaydi, yonaga qarab ketadi, pastga yerga o'q ildiz bo'lib ketmaydi. Aziz obunachilar, hosil uchun yog'on ildiz ishlaydi. Aziz obunachilar, o'zini bargi, xullas kalom, jussasi, dekoratsiyasi uchun popuk ildiz ishlaydi. Aziz obunachilar, mana shu sharbatni tayyorlashlaringizni tavsiya qilaman. 20 kunda kam chiqim foydali sharbat tayyor bo'ladi. Bu narsani aniq qilib foydali bo'lishi uchun qachon va yilida necha marta berish kerakligini aytib o'taman. Yoz oylarida 4 marta, kuz oylarida 3 marta, qish oylarida 4 marta, bahorda 4 marta bersangizlar bo'ladi. Bu juda ham foydali narsa. Zarari yo'q, kami befoyda. Ya'ni me'yorda qilish kerak. Misol uchun hozir 10 litrda 50 litr suvga deyilyaptimi? Demak, 50 litrga qo'shish kerak. Agarda limonni tagiga suv qo'shmasdan tayyor bo'lgan sharbatni quyadigan bo'lsak, sirazi ildizini kuydirib qo'yadi. Bu narsa tajribada sinab ko'rilgan. Bu narsa nima deydi? Tajriba qilib ko'ringan. Shu uchun bu narsani tavsiya qilmaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Limonad Citrus ommaviy kanali doim xizmatingizda. Shunga o'xshagan savollaringiz bo'lsa, biz video qilib chiqaramiz. Sizlardan iltimos qilamiz. Podpishka qilsangizlar, ya'ni menga like yo'q, podpiska boshqa narsa menga qiziq emas. Bu narsa qiziq bo'lganda o'sha 20 ming, 30 ming taga bo'lardim. Bu yerda pul yo boshqa narsa yurmaydi. Shu inson manfaatlari, dehqonlar manfaatlari yuradi. Sizlardan iltimos qiladiganim, Telegram kanalimizga ssilka qoldiraman shu video ustida. Kommentariy yozishga kirgan paytingizda ko'rasizki, meni Telegram kanalim ssilka orqali qoldirilgan bo'ladi. Ustiga bitta bosadigan bo'lsangiz, через Google yordamida meni Telegram kanalimga o'tasiz. Hozir kommentariyada savolingizga javob beraman, to'g'ri. Ko'pchilik masalan kommentariyaga javob bermaydi, boshqa narsa deydi. Salomlar yo boshqa narsa, tilaklarga javob beraman. Ko'chatni, kasalligi, boshqa narsalarni Telegramda bo'ladigan bo'lsa, rasmini tashlaysiz aziz obunachilar. Rasmini tashlaganingizdan keyin 100% ko'chatni ko'rgandan keyin misol men javob beraman, 100% sizga foydasi tegadi. Misol uchun doktorga boradigan bo'lsangiz, doktorga eshik tashqarisida ko'rib, siz ichkarida ko'ring, men kasalim qanaqa desangiz, yo'q deydi. Ichkariga kirasiz, tashxisdan o'tasiz. Tashxisdan o'tganingizdan keyin sizga qanaqa dori, nima kasallik bo'lganingizni aytadi, to'g'rimi? Xuddi shunday men ham o'sha ko'chatingizni, holatini, barglarini, stvolini, xullas ko'rganimdan keyin aniq sizlarga ma'lumot berib bilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Limonad Citrus ommaviy kanali doim xizmatingizda bo'ladi.